Ko'ramiz, o'pkangiz qanchalik kuchli. Tayyormisiz? Nafasingizni ushlang. Faqat 5% odamlar oxirigacha boradi. Ko'ramiz, siz kuchlilar qatoriga kirasizmi? Finalgacha chidab bilasizmi? Oxirida natijangizni yozib qoldiring. Yaqiningizga jo'natib qo'ying. U ham o'zini sinab ko'rsin. Nafasingizni ushlab turgan bo'lsangiz, like bosishni unutmang. Agar zaif toifasidan o'tgan bo'lsangiz, obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Siz oddiy toifasiga yaqinlashdingiz. Bu degani 90% odamzoddan yuqori turasiz. Oddiy toifadan o'tgan bo'lsangiz, kommentariyada 1 so'mni belgilab qo'ying. Professional atlet toifasiga faqat 10% odamzod yaqinlashadi. Tabriklayman, atlet.